Assalomu alaykum muhojiratga aziz qarindoshlar. Bugun sizlarga muhojiratga barliq Uyg'urlarningki ko'ngilni yerim qilgan bir xabarningki to'g'ri shakli va o'zim surish qilib egallagan ba'zi to'g'ri ma'lumotlarni yetkazaydi bu videoni qilishim. Hammamizning ko'nglini g'ash qilgan xabar bo'lsa, Turkiyaningki 16 va 18 idora mahkamalari shu nechaning oldi tutilib ketgan, keyin qo'yib berilib shu Yevropaga chiqib ketgan Mahmudjon Rampizchi va Erkin Abduvali ismli ikki qarindishimizningki sotining qarorini Xitoy qaytarish, ya'ni Xitoyda bir Uyg'urlarga zulm qilinmabdi degan shu natijani chiqargan bo'libdi. 16 va 18 idora sud mahkamasi bu qaror bu xabar Turkiyaningki nüfuzlu xabar kanalı karar xabar kanalınınki to'r sayfasida ham baholanibdi. Yana bir ish bo'lsa, Turkiyada 2024 o'shinjaningki 17 kuni Yevropaga chiqish maqsadida aydirimga borgan qarindishimiz shu Umar Ne'mat qarindishimiz o'shinjaning 17 kuni 2024 tutilib qolgan. Tutilib qolgandan keyin yaqinlar advokat tutib sud ochgan bo'lsa-mu, hech qanday natija, hech qanday javob bermay sudningki qarori rad qilish bo'lgan advokatningki sudini. Shuning bilan shu Umar Ne'mat degan qarindishimizningki tutib turilayotgan Mo'la chet elliklarni qaytarish markazida 5 adam bo'lib, shu 4 kishini shu qarindishimizdan bilib turayotgan ikki o'zbek va yoki boshqa bir ikki kishini davlatdan qaytarib o'tamiz deb bir qancha kun burun majbur chiqib ketgan qo'llarga qo'yilib. Shuning bilan Umar qarindishimiz nihoyat ansirab o'zining yaqinlari orqali bu xabarni menga yetkazgan. Men bu xabarni qo'limdan kelishcha barlab qo'ydim. Ya'ni Turkiyadagi qarindoshlarningki ahvoli biroz xatarli ahvol turibdi qarindoshlar. Shuning uchun Turkiyada meningki o'zimningki qo'limdan kelishcha men qilyapman. Turkiyadagi yoshlar va yoki chet ellik yoshlar Turkiyadagi qarindoshlarimizning ahvolini kun tartibga kelib, bizningki bunday bir muomalaga uchrasak bo'lmaydiganligimizni kun tartibga olib keladi. Sosyal medyani hammamiz ishlatamiz. Bu Facebookda quruq Uyg'urcha bir narsa yozganga hech kimningki qilta berib qolmaydi. Bo'lsa Instagram, andan keyingi Twitter qatorliq sosyal media applarda o'zimizning haqqini qo'g'dayli. Umumyuzlik Uyg'urlar birlashadigan shu o'zimizning haqqini chet eldagi haqqini qo'g'daydigan vaqt yetib kelibdi qarindoshlar. Yana bir hamda kichikgina bo'lsa bir xushxonalik yoki bo'lmasa Uyg'urlarni mamnun qiladigan xabar bo'lsa, shu Yevropa parlamenti 600 dan ortiq millat vakili shu Taylanddan qaytarilgan 40 Uyg'ur qarindishimiz to'g'riliq muzokara yig'ini ochib, bir qonun ma'qullash uchun bir muzokara olib borgan. Muzokaradan keyinidan bu bilet tashlash orqali Taylanddan Xitoyga majbur qaytarilgan qarindoshlarimizning haq huquqlariningki qo'g'dilish uchun bir qonun ma'qullangan. O qonunninki ijro qilinish uchun shu imzolar qo'yilib 450 ga yaqin parlament vakili, ya'ni Yevropa parlament vakillari 450 kishi buningga ma'qul biz qo'llaymiz deb Uyg'urlarni qo'llagan 50 ga yaqin kishi qarshi turgan, 60 ga yaqin kishi tarafsiz qolgan. Mana shunga o'xshagan Yevropa davlati parlamenti 450 parlament vakili Uyg'urlarni qo'llab qonun chiqarib qo'ldan kelishchi bir inson haqlarini qo'llash uchun va yoki bo'lmasa allaqanday bir sabablar bilan Uyg'urni qo'llayotgan bo'lsa, mana shu Turkiya bizning musulmon va diniy qarindishimiz turib Turkiyada eng rahat yasaq bo'lgan kishilar biz turib, yana shu Turkiyada eng xatarli ahvolda biz yashayapmiz. Shuning uchun qarindoshlar hammamiz qo'limizdan kelishcha kuchayli Turkiyada sog'lom bo'lgan bir kishilarningki Uyg'urlar va Sharq Turkistonning nomini tilga olib turib xizmat qilish uchun Uyg'urlarningki haqiqiy bir adil shaklda o'zining yaqinlariga va yoki o'zining tuqqanlariga emas, barliq Sharq Turkistonlik Uyg'urlarga xizmat qilgan rahbarlik guruhi va yoki bir kishilarni saylab chiqish uchun o'zimiz harakat qilishimiz kerak ekan. Biz sukut qilib shu
kim o'tirib chiqib bizni temsil qilib, bizni boshlig'imiz bo'lib, o'zligidan o'ziga xizmat qilsa, bu ishning oxiri mana shunday chiqib ketgan qarindoshlar. Bu Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarning masalasini biz har vaqt kun tartibga keltiramiz. Ammo lekin buningda bir hozircha kunlarlik natija bo'lmadi. Nacharlanish bo'ldiki, yaxshilanish bo'lmadi hozirgacha. Shuning uchun bizning uyqumizni ochilgan Uyg'ur yoshlarininki va yoki bo'lmasa ziyolilarning diniy ulmolarninki haqiqatni so'zlaydigan vaqt keldi qarindoshlar. Mening qo'limdan kelganini turkcha, inglizcha tarjimalardan foydalanib xabar yozishgan. Mana shunday o'zimdan bilgan va tushunchamni so'zlab qo'yishgan qarindoshlar. Allohga emanet. Assalomu alaykum.